Bismillah, valhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo marhamat qiladi. Alloh yo'lida mol dunyolarni sarflaydiganlarning misoli xuddi bir dona urug'ga o'xshaydi. U 7 boshoq chiqaradi. Har bir boshoqda 100 tadan don bo'ladi. Alloh o'zi xohlagan kishiga yanada ziyoda qilib beradi. Allohning fazli karami keng va u biluvchidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Kim bir musulmonni kiyimsizligida kiyintirsa, Alloh uni jannatning yashil liboslaridan kiyintiradi. Yana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Beva ayol va miskinning hojatini chiqarish uchun harakat qiluvchi kishi Alloh yo'lida jihad qiluvchi kabidir. Ey o'zbek birodarlarimiz, sizlarga bu xayrli ehson muborak bo'lsin. Bugun sizlar G'azo ahliga yordam berib, ushbu ulkan ajrga sherik bo'lmoqdasizlar. Beva ayollar va yetimlarga ko'rsatayotgan yordamingiz sababli Alloh yo'lida jihad qiluvchining ajriga erishishingizni Allohdan umid qilamiz. Avvalo Allohga hamd bo'lsin. So'ngra ushbu muborak ehsonni qilgan saxovatli o'zbek birodarlarimizga chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bugun 2026-yil 13-avgust. Saxovatli o'zbek birodarlarimizning ehsonlari bilan o'nlab yetim bolalarni kiyim-kechak bilan ta'minlamoqdamiz. Alloh taolo qilgan ehsonlaringizni qabul qilsin. Uni yaxshiliklar tarozingizda og'ir qilsin va o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmaydigan kunda sizlarni o'z soyasida soyalantirsin. أخي إن بسمت فعنا السبيل وإن أنت رحت فمن